2 xonali domni puliga zo'r joydan, shahardan chiqib ketmagan holda sizlar uchun shunaqa zo'r uchastka topib qo'ydim. Hozir narxi bilan lokatsiyasini oxiriga aytib o'taman. 10 sotixga yaqin bo'lgan hovli, qaranglar, hovlimiz juda katta, zo'r joyga joylashgan. 3 xonali uy tayyor turibdi. Kirib bemalol yashasanglar ham bo'ladi yoki bo'lmasa olib buni o'zlaringiz uchun ta'mirlab, buzib, nimadirlar qilib, polni o'zlaringiz uchun tayyorlab olsanglar bo'ladi. Hop, hovlini yuziga juda ham katta bog' sifatida foydalanishga yoki bo'lmasa teplitsa qilib tayyor qilib qo'yilgan. Shuni davom ettirib teplitsa qilib biznesga nimadirlar ekib o'zlaringiz uchun bemalol foydalansanglar bo'ladi. Baqa suv, agidel hamma narsa urilgan. Hozir kattagina 23 ta mol ketadigan molxonasi bor. Uni ham polni ko'rsataman hozir. Qaranglar, molxona, kattagina molxona uchun joy qilingan, betonlar tashalgan. Buni ustini yopib, ayvonchaday qilib molxona qilib foydalansanglar ham bo'ladi yoki letniy molxona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana oxir-poxir hamma narsalar saqlangan. Hovli juda ham katta ekan, men o'zimga juda ham yoqdi. Ayniqsa bag'dagi toza havo, toza shamol mazza qilib yoki balla o'ynab, bemalol mana buyoqqa basseynlarni o'rnatib, qo'yib berib, mazza qilib yashasanglar bo'ladi. Qaranglar. Turga yana ikkita xonaga imoratga joy tashib ketilgan. Bu tomon poxsadan bo'lgan, mana bu tomon cho'pkor. Cho'pkordan qilingan imorat bitgan. 3 xonali uy, bitta kuxnyasi bor. Tualeti tashqari tomonga. Menimcha hamma narsasi menga yoqdi, lekin 2 xonali domni puliga shunaqa katta hovli olib yashashga, lekin men soglasiya qilaman. Mana bu yoqqa kuxnya qilib foydalansanglar ham bo'ladi, zal qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Mana bemalol yashash uchun udovstva bor, bo'r-bo'rlar qo'yilgan, qishki kuni ham issiqqina bo'ladi. Kuxnya qilib buni foydalansanglar ham bo'ladi. Mana bitta kuxnya, baqqa bitta mehmonxona. Mehmonxona yoki spalnya qilib foydalansanglar bo'ladi. Kattagina bitta tandir bor ekan. Har kun ertalab tong sahardan turib, issiqqina nonchani yopib, mazza qilsa bo'ladi. Qaranglar, mana bu tomonga o'zlaringiz uchun bitta ayvon qildirib, o'choqcha qo'yib, letniy kuxnyacha qilib foydalansanglar bo'ladi. Qo'ralarimiz bor. Shashlikni pishirib, mazza qilib, dam oladigan joy qilib olsanglar ham bo'ladi. O'zlaringiz uchun как dachaday qilib. Lokatsiyasini tushuntiraman hozir. Juda ham zo'r joy ekan. Narxi ham juda ham arzon, menga ma'qul. Lokatsiyasini tushuntiraman. Qaranglar, Zavokzalga kelaverish, shunday ko'prikdan o'tib, o'ng qo'lga, bu tomon Qorako'lchaga qarab ketaverish. Mana shu ko'chaga kirganingizdan chap qo'ldagi birinchi ko'cha. Telefon nomerlari bilan birga qoldiraman. Bemalol telefon qilib, narxini savdo qilib olsanglar bo'ladi. Qaranglar, aytishimni o'tib ketdi. Uyga, polni uchastkaga suv, gaz, svet, polni o'tgan, yashashga tayyor, shunday kelib, mazza qilib yashasanglar bo'ladi. Narxi masalasiga keladigan bo'lsak, $31,000 deyaptilar. Egalari nomerlarini qoldirdim. Bemalol telefon qilib, savdolashib gaplashib olsanglar bo'ladi.